Aziz do'stlar, bugun qadrdonimiz Orifjonni nikoh to'ylari. Iloyim baxtli bo'lsinlar. Nima deymiz? Eng kamida bizadagi. Har bir insonni hayotida bir inson juda ham katta muhim rol o'ynayotgan. Orifjon shu 2-3 kun ichida realni sizni o'rningiz bizni hayotimizda, bizni ijodimizda, bizni ishimizda juda ham kattaligini 100% emas 200% bildik. Va juda ham qadrli insonlardan birisiz. Sizni bugungi oqshom bilan, bugungi nikoh to'yingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxtinglar abadiy bo'lsin, iloyim. Baxtli bo'linglar. Onajonim so'zi shirin, duo qilar doim. Tengi yo'q go'zallikka boyim. Baxtim uchun sizni asrasin Xudoyim. Tilaklarini tilaymiz. Kamida bizadagi baxtli bo'ling. E'tiborga rahmat.